Assalomu alaykum. Yangi epizodga xush kelibsizlar va bugungi kuninglarni yaxshi kayfiyat bilan boshlaydilar degan umiddaman. Sizlarni yana YouTube sahifamda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 2026-yilda YouTube kanalimga 10 ta foydali video joylayman deb o'zimga maqsad qilib qo'yganman va shu maqsadimni birinchi qadamini bugun sizlar bilan birgalikda bitta ajoyib foydali video bilan boshlaymiz. Xo'p, meni tanimaganlar uchun o'zimni qisqacha tanishtirib ketaman. Ismim Doniyor, Polshada 4 yildan ortiq muddatda yashab kelaman. 2021-yil Polshaga student sifatida kelganman va 2025-yilda Polshada joylashgan Akademiya WSU universitetini bakalavr bosqichini tugatib, diplomlarni oldim va hozirgi paytda Polshada ham yashab, ham ishlab kelaman. Nostrifikatsiya o'zi nima? Kelinglar sizlarga oddiy, sodda, jaydara tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, siz O'zbekistondagi atstatizmi, diplomizmi Polsha hukumatiga original yoki original emasligini tasdiqlatish uchun Polsha hukumatiga jo'natasiz va Polsha hukumati 60 ish kunida sizning hujjatingiz original yoki original emasligini tasdiqlab beradi. Aynan mana shu proses nostrifikatsiya deyiladi. Xo'p, bundan 2 yil, taxminan 3 yil avval bu prosesni universitetda o'zi qilib berardi, lekin 2024-yil o'sha sentyabrdan yangi qonun chiqdi, ya'ni bu prosesni, nostrifikatsiyani studentlarni o'zi qilishiga to'g'ri keladi va bu uchun Polsha hukumati alohida bitta onlayn platforma ham yaratib qo'ygan va shu platforma orqali atiga 10 minut vaqtingizni sarflab, shu platformadan ro'yxatdan o'tib hujjatlaringizni nostrifikatsiyaga topshirishingiz mumkin. Polshaga o'qishga topshiraman deb o'ylanib turgan studentlar bo'ladigan bo'lsa, siz hali universitetga topshirmagan bo'lsangiz, hozirgi paytda qilishingiz kerak bo'lgan eng birinchi ish hujjatlaringizni shu nostrifikatsiya qilib qo'yish. Xo'p, qani bo'lmasam unda nostrifikatsiyani qanaqa qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga kompyuter kerak bo'ladi. Birinchi Chrome'ga yoki Google'ga kirib Nava Sirena deb yozamiz. Va mana shu birinchi chiqqan Nava Sirena saytiga kiramiz. Ingliz tilini tanlab olamiz o'zimizga qulay bo'lish uchun. Va ko'rib turganinglardek bizda mana ikkita oyna ochiladi. Check the status of the application. Bu yerdan biz o'sha topshirgan applikatsiyamizni, ya'ni applicationimizni protsessini ko'rib turishimiz mumkin. Va bu qismida esa biz va bizga eng aynan o'sha kerakli qismi mana shu qismi bo'ladi. Agar siz maktabni bitirgan bo'lsangiz, birinchisini tanlaysiz. Agar siz magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, ikkinchisini tanlaysiz va hozir biz birinchisidan boshlaymiz. Va mana birinchisini bosganimizdan keyin bizga mana bu yerda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib qo'ygan. Agar sizni mana bu yerda eng kerakli bo'lgan ma'lumot mana shu yerda bo'ladi. Agar sizni diplomingiz, attestatingiz mana shu quyidagi tillarda tarjima qilingan bo'lsa yoki bo'lmasa ilovasi bo'ladigan bo'lsa, sizning hujjatlaringizni ingliz tiliga tarjima qilish kerak bo'lmaydi. Ya'ni o'sha bilamiz, mana ham o'sha hozirgi paytda adashmasam, hammani o'sha attestatida yoki diplomi bitta tarafida o'zbek bo'lsa, ikkinchi tarafida ingliz tiliga tarjimasi bo'ladi. Ingliz, nemis, ispan, italyan, ruscha, ukraincha, belaruscha bo'ladigan bo'lsa, hujjatlaringizda uni ingliz tiliga tarjima qilish kerak bo'lmaydi. Xo'p, keyin endi davom etamiz. Bizda mana 5 ta qadam bor va birinchi qadam bu o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimiz bilan to'ldirib chiqamiz. Bu yerda biz diploma holderni tanlaymiz. Name of institutionga hech nima yozishimiz shart emas va katta ismimizdan yozamiz. Misol uchun deylik, meni ismim Doniyor. Betga familiyamni yozaman. Betga iloji bo'lsa, o'sha qizil pasportingizda nima yozilgan bo'lsa, o'sha bilan to'ldirishga harakat qilasizlar. Xo'p, mana passport of the certificate holderga biz pasportimizni yozamiz. Misol uchun deylik, FA 1 2 3 4 5 6 7 bla 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 ketdi. Davlatga O'zbekiston tanlaymiz. Qaysi fuqarosi bo'lsangiz, qaysi davlat fuqarosi bo'lsangiz, o'shani tanlaysiz va betga tug'ilgan shaharimiz, meniki Toshkent. Pochta kodi. Men to'g'risini aytaman, pochta kodimni bilmayman, o'shaning uchun taxminan yozib yuborsam ham bo'ladi, chunki bu darajada muhim emas. Adashmasam 6 talik bo'lardi. Va betga yashaydigan manzilimizni yozamiz. Misol uchun deylik, bir narsa, o'sha yashash ko'changizni yozasiz. 36/3. Meni holatimga, to'g'risini bu yerda -3 bo'lishi kerak. Va betga email yozamiz. Next keyingisini bosamiz. Xo'p, bizda mana o'sha ikkinchi qadam, mana bu yerda o'qisanglar ham bo'ladi. Attention, here you complete the details of the diploma you want to recognize. Bu yerga biz
eng oxirgi bitirgan maskanimizni, o'sha olgan diplomimizni informatsiyasini yozamiz. Bu yerda agar 11-sinfni bitirgan bo'lsangiz, 11-sinf attestati, litsey, kollej bitirgan bo'lsangiz, litsey yoki bo'lmasa kollejimizni, diplomimizni informatsiyalarini to'ldirib chiqamiz. Xo'p, bu yerda aynan o'sha hujjatimizda yozilgan ism, familiya bilan to'ldirib chiqamiz. Misol uchun deylik, meniki endi aniq esimda yo'q, o'shaning uchun bu yerga o'sha tavakkal yozib ketaman. Meniki mana bunaqa yozilgan mana. O'zbekistonni tanlaymiz bu yerga, chunki men O'zbekistonda olganman. Mana bu yo'ga hozir men sizlarga o'sha example sifatida bitta studentimizni hujjatlari bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, mana bu yerda o'sha bitta studentimizni nostrifikatsiyaga topshirib berganmiz va ularning o'sha hujjati bo'yicha sizlarga misol sifatida ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yerga number of the certificates to which the applications related degan joyiga biz aynan mana shu raqamni kirgizamiz. 02 bla 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 ketdi. Yo'g'i mana to'ldirdik misol uchun. Keyin the institution that issued the certificate degan joyiga esa biz mana buni yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana General Secondary Education School Number bla bla misol uchun deylik. General Secondary Education School Number o'sha maktablarni nomerini yozasizlar. Bitta mana 27 ekan. 27 va endi bu qachon sizlarga berilgan? Ya'ni berilgan sanasini bu yerdan hozir topamiz. Mana berilgan sanasi 13.06.24 ekan. 06.13.2024. Va mana men bitta yozib qo'ygan multi-page documents should be in one file degan. Bu holatda bizda hozirgi paytda 11-sinf attestati faqatgina bitta betdan iborat. O'shaning uchun har ikkalasiga ham biz bitta hujjatni topshiramiz. Xo'p, ibrat beni topib olamiz betdan. Shahodatnomasi va betga ham shahodatnomasini topshirib qo'yamiz. Endi mana bitta certificate translation turibdi, mana bu qismida. Betga o'zi topshirsak ham bo'ladi, topshirmasak ham bo'ladi. Lekin bizda bitta shahodatnomasi inglizchaga tarjima qilinganmi ekan? Qilingan ekan. Va certificate translation degan joyiga ham mana shu shahodatnomani birlashtirib qo'ysanglar bo'ladi, birlashtirmasanglar ham bo'ladi. No, birlashtirib qo'yganinglar yaxshi, chunki bizda inglizchasi bor. Agar sizlarning hujjatingiz tarjima qilinmagan bo'lsa, o'sha bu joyiga, o'sha hujjatinglarni ingliz tiliga, qaysi tilga tarjima qilingan bo'lsa, o'sha tildagi tarjimasini aynan mana shu qismiga joylab qo'yasizlar. Keyingisi bizda o'sha mana 3-qismi, ya'ni 3-etap kelyapti. Betga esa 9-sinfda olingan attestatimizning informatsiyalarini kirgizamiz. Erta ham xuddi shunaqa, o'sha 9-sinfda olgan attestatimizda ism familiyamiz qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozamiz. Endi bu yerda men misol sifatida ko'rsatyapman. Bu yerda ham bir xil bo'ladi. Uzbekistan. Bu yerda ham xuddi shunaqa boyagindagi General Secondary Education adashmasam. Tekshirib olamiz. Va bu yerga endi bizga mana 9-sinfdagi attestatimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz mana bu yerga mana General Secondary General School Number 27 ni yozib qo'ysak bo'ladi. School number 27. Va bu yerga ham o'sha qachon olganinglarni muddatini yozib qo'yamiz. Misol uchun deylik 17.06.2022 ekan. 06
13 midi? 17 ekan. 17 2022 midi? 2022 ekan. Va mana bu yerda ham sal boshqacharoq bo'ladi. Birinchisiga sertifikatimizni boshini tanlaymiz. Mendagi holatga ko'ra hozir o'zi mana menda ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma beti o'zi bitta faylga qo'shilgan ekan. Mana shu hammasini men bittaga topshirib qo'yirsam ham bo'ladi. Sertifikat degan joyiga bizda Ibratbek attestatini yuklaymiz. Transcript betga o'sha baholarini o'zini yuklab qo'ysak ham bo'ladi. betga mana certificate translation bizga tarjimasi kerak emas, o'shaning uchun davom etamiz. Xo'p, mana betda uje bizda 4-qism, ya'ni yakuniy qism desak ham bo'ladi. Mana betga biz zagranipasportimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Tak, betda pasport PDF yukladik. Bitta joyga ahamiyat berasizlar, 3 megabaytdan ko'p bo'lish kerak emas har bitta skaner qilingan hujjatinglar. Iloji bo'lsa rasmda olmanglar, borib skaner qilib, PDF qilib, keyin yuklashinglarni maslahat bergan bo'lardim. Agar hujjatinglar rasmga olib qanaqadir noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, отказ berishi mumkin. Qolgan qismlari deyarli bizga kerak emas, o'qib chiqasizlar. Agar isminglar o'zgargan bo'lsa, o'sha isminglar o'zgarganligi to'g'risidagi hujjatni masjidga yuklaysizlar. O'zgarmagan bo'lsa shart emas. Bizda refugee statusi yo'q, ya'ni qochoq degan status yo'q bizda. Additional attachmentga agar qanaqadir bir yutug'inglar bo'lsa, o'shani qo'shib qo'ysanglar bo'ladi, lekin kerak emas. Mana additional comments degan joyga juda ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Mana o'zimda o'sha birinchi marta mana shu studentimizga topshirib berganimizda shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni attestatdagi bilan bilsanglar, o'sha zagranipasportdagi ism familiyada agar qattiq x bilan yozilgan bo'lsa, KX qo'shilib shunaqa ozgina familiyada o'zgarish bo'ladi va o'shanda bizga isming o'zgargan ekan, o'sha haqidagi qo'shimcha hujjatlarni ham qo'shib qo'ygan degan email jo'natgan edi. Masjidga agar iloji bo'lsa, sizlarning o'sha diplominglarmi, attestatinglardagi ism familiyalar bilan zagranipasportinglarda qanaqadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, misol uchun menda attestatimda Doniyor qattiq bilan Hasanov yozilgan, lekin zagranipasportimda K Hasanov yozilgan. O'shani biz mana bu yerda ham Ibratbeknikidan ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ibratbek Qutbiddinov, lekin Ibratbeknikini adashmasam K bilan yozgan. O'shaning uchun bu yerga biz qo'shimcha komment sifatida yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, buni masalaga imina xuddi shunaqa yozishingiz shart emas, lekin men buni sizlarga hozir vaqtdan yutish uchun qisqacha ko'rsatib berdim va endi Next bosamiz. Next bosganimizdan keyin uje bizani hujjatlarimizni qabul qilib qoladi va boyaga biz o'sha kirgizgan emailga link jo'natadi. O'sha linkni bitta bosib qo'yadigan bo'lsak, bizga mana shunga o'xshagan, mana birinchi mamnunga o'xshagan email jo'natadi. Activation link. Mana shu link ustiga bitta bosib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi. Applicationimiz jo'natiladi va bizga mana mamnunga o'xshagan ID beradi har bitta shaxsga. Va buni copy qilib topshirganimizdan keyin hozir men yangi oyna ochib olay. Va o'sha hujjatlarimizni topshirganimizdan keyin masjiddan biz ko'rib tursak bo'ladi. Email adresimizni kirgizamiz, application ID'mizni kirgizamiz. Va mana ko'rib turgan bo'lsanglar, qachon jo'natilganligi va hokazo hammasini kuzatib tursak bo'ladi. Va mana shu bilan biz hujjatlarimizni nostrifikatsiyaga topshirdik va 60 ish kunida, balki undan ham qisqaroq bo'lishi mumkin, ba'zida undan ham o'tib ketishi mumkin. Bizga hujjatlarimizni ko'rib chiqib, emailga bizga PDF variantini jo'natadi. Hujjatlarimiz tasdiqlangan yoki tasdiqlanmaganligini emailni iloji bo'lsa tekshirib turishinglarni maslahat bergan bo'lardim, chunki agar hujjatinglarda qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga email jo'natib qolishi mumkin va o'sha Serena platformasiga kirib, o'sha qo'shimcha hujjatlarni qo'shib qo'yishinglar mumkin bo'ladi.
O'ylaymanki, bu video juda ko'pchilikni muammosiga yechim bo'la oldi deb o'ylayman. Agar sizlarda Polshada o'qish bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni kommentida yoki bo'lmasa meni Instagram sahifam orqali o'tib, Instagram sahifam orqali savolinglarni yo'llashingiz mumkin va o'sha yerda xudo xohlasa hammanglarning savolinglarga javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bundan keyingi videolar Polsha universitetlariga qanaqa qilib o'zimiz topshirishimiz, undan keyin Polsha elchixonasiga qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, o'shalarni sizlarga batafsil yoritib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Polshadan Doniyor, ko'rishguncha.